Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 19-may sanasi. Mana 1 gektarga ekilgan Volovoy Sersa gilos bog'idamiz. Mana Volovoy Sersa gullab qilmayapti deganlarga ko'rsatishimiz mumkin. Mana shunchalik qiladi Volovoy. Mana pastda osilib turgan shoxlari ham. Ko'ryapsizlar? Mana qo'limda shashkidan yana. Mana hozir. Ko'ylar osildi. Bandi ham uzun mana. Skina emas. Chunki bunga skina ham ulanganda, skina shoxni ko'rsatyaptim degan xayol bo'lishi mumkin. Mana bu skina. Skina biroz unchalik yetilmabdi. Skina hali sal endi bor skinaga. Uni yondagi shox mana Volovoy Sersa. Bu yetilgan. Hosildorlik o'ta zo'r. Mening nazarimda shu skina chaynatishga yaxshi yordam beradi. Xudo xolisa ertalab uzishni boshlaymiz. E'tiborlar uchun rahmat.